Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz birodarlarimiz, vatandoshlarimiz, biz bugun mana chorshanba kunlik pravdalar tarqatish jarayonini boshladik. Biz hozir mana pravdalar qilib chiqib, bularni sizlarga inshaalloh tanishtirib o'tamiz. Xo'p, oq yog'imiz bor, kartoshka, piyoz, makaron, tuz, gugurt, сгущенное молоко, choy, konfet, guruch, makaron, grechka, shakar va bunda mila, kirsovun, ayna va boshqa narsalar. Endi birodarlar, mana bu tualetniy bumaga bor. Undan tashqari bir latogdan tuxumimiz bor va mashinada har bitta semyaga yana qo'shimcha o'tgan safar ko'mir tarqatgandik. Endi bularga ko'mir yetib bormaganligini sababidan har bitta semyaga 5 qopdan ko'mir qildik va inshaalloh yo'lda ketyapti, yana 1 qopdan un olamiz. Akalar, qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz, aka-ukalarimiz ko'ryapsiz, ancha-muncha go'shtlar ehson qilishyapti. Bularning hissalari albatta bu semyalarimizga qo'shilib boradi. Duoda bo'linglar. Hammamiz Alloh taolo shunday bir ehsongo'ylardan qilsin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, bu semyamiz, birinchi semyamiz inshaalloh sizlar bergan omonatlarni o'z egalariga olib kelishni boshladik. Bu uyda bir imkoniyati cheklangan aravachada yuradigan opaxonimiz bor. Bu opaxonimiz xabar olib, duosini olib ketgani keldik. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh biz bergan narsalarni yetkazishda davom etamiz. Allah'tan kabul kılsın, ancak sabırlarına yaprak olsun. Yürüye yollarını sablayıp ve sablayıp benim bunlarından görmezsin. Tamam kavgacıların barıyla bunlar martabeleri ve sabah inşallah Allah kabul eder. Bizden kapının salonun kaçsın, bizge bir değil, Allah sırayı önünde versin. Korkunen de farkından namazını koşan etmeysin, bunlardan dua alıp sıraya rahmeta veriyor, hazırlardan mısın? Allah'a şükür. Selamun aleyküm. Birodarlar, keyingi semyamizga keldik. Bu omonatlarni yetkazib, inshaalloh bu yerda ko'mir, un, bilasizlar va kunlik pravdalarimiz bor. Biz yana sizlarga inshaalloh atchot qilib boramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Keldik. Xolajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bu yer Umarali domlamiz bo'ladi. Aravonda katta imomi, qozisimiz bo'ladi. Sizni xabar olib keldik-da, xolajon, duoingizni olib qolaylik deb. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nevaralar katta qilyapsizmi? Mashalloh. Bir haqlarimizga duo qilib berasiz, duoingizni olaylik deb keldik. Amin. 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 Birodarlar, biz bu keyingi oilamiz oktyabr uchastkasidamiz. Bu oilamizda ham boquvchisi yo'q, ayollar yashaydi, yosh bolalar yashaydi. Sizlar bergan omonatlarni inshaalloh shu egalariga olib keldik. O'zlarini chaqirsak, uylarida baxtga qarshi yo'q ekan, bularda duosini olib qolaylik desak, inshaalloh g'oyibona duo qilishadi. G'oyibona duosini olamiz endi birodarlar. Mana ko'mirlarimiz tushirib, pravdalarimizni tarqatib qo'yamiz inshaalloh. Uyga qo'yib ketaveramiz.
Alloh fazli bilan. Keyingi semyamizga keldik. Bu oilamiz. Hop. Kallening ko'chasida zenglamasda. Bo'lni produktlar, ko'mir inshaalloh guvohliklarda topshirib beramiz. Alloh fazli bilan mana birodarlar, sizlar bergan omonatlarni inshaalloh joy-joyiga yetkazib qo'ydik. Bu oxirgi 4-semyamiz bo'ldi. Hammanglarni Alloh taolo qilgan ehsoninglarni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo buni ajrini faqat o'zini jamolini va Firdavsul jannatul a'lalar bilan sizlarni siylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.